Do'stlar, 1-yanvargacha Gulnoz magazinimiz ham o'zini skidka aksiyalarini boshladi. Do'stlar, biz hozir kichkinagina magazincha kelmadik, ko'rsating, kattagina bir bozorga keldik desak ham bo'ladi. Do'stlar, biz hozir Qirg'iziston O'sh shahrida eski Frunziyada hozirgi Aziyani ichida joylashgan, hammamiz tanigan Gulnoz atindagi magazinimizdan barcha kiyimlarimizga 15% dan boshlanadigan aksiya skidkalarimizga hammalarni chaqirib qolamiz. Do'stlar, Gulnoz magazinimizda boshqa do'konlardan farqli joylari juda ham katta assortimentda, juda ham katta obyekt. Bu yerda detskiy kiyimimizdan boshlab jenskiy bo'limi, bundan sirtqari erkaklar bo'limida barcha kiyimlarimizga 15% dan 30-35% gacha arzonlatu hammasi bu yil oxiri yanvarda 1gacha bir tovarlar yengillatib sizlar uchun aksiyalar bilan erkaklar bo'limi mana trikolarimiz, ishtonlarimizga hammasiga oxiri sotiladigan narxlardan 20%, 30% arzonlatu xullas kiyimlarimizda turlari bor ekan. Xohlaganlarga klassik kiyimlarimiz, bu tomonda sportni xohlaganlarga sportni, bundan tashqari obuvlarimizga ham katta zo'r aksiyalarimiz davom etmoqda. Va yosh bolalarimizdan bizdan xursand bo'ladigan bo'ldi. Detskiy bo'limimizda juda katta assortimentda Xitoydan kelgan yaxshi sapatdagi kiyimlarimizni ko'ryapsizlar. Malyutkadan tortib bu yog'i podroskoy bolalarga va qizlarga katta assortimentda detskiy kiyimlarimizga 20% dan 30% gacha arzonlatu. Mana kurtkalarimiz ham вообще xillari, hozirgi qishga keladigan qalin kurtkalarimizni ham hammasiga tanlab olishlar 10% da skidka. Obuvlarimizni ko'rsanglar bo'ladi. Jenskilari ham bor ekan bu yerda. Murskoylarimizga ham zo'r skidkalarimiz davom etmoqda. Mana bular tanlab olishlar 990 so'mdan ekan. Moda bo'layotgan krossovkalarimizni ham ko'rsating, yaqinlatib bu yerda kuchli modelda xullas obuvlarimizga ham yaxshi e'tibor qaratilgan. Hammasiga mana ko'ryapsizlar 10% da arzonlatu. Bundan sirtqari obuvlarimiz ham katta assortimentda mana bu yerdan kelib tanlab olaverasizlar. Xullas kelib bu yerga kelsanglar, bir narsa olmasdan chiqib ketmaysiz. Hattoki mana yosh bolalardan tortib aytib o'tgandek katta otasigacha, buvasigacha kiyimni hammasini o'zimizdan topasiz. Hattoki mana sezonbop shapkalarimiz ham 10%. Bu yerda dvoykalarimiz, sportkalarimiz, xullas kelam kelinglar, maza qilib kiyinib chiqib ketinglar. Endi ejalarimiz meni orqamdan yuringlar. Bu bo'limimiz aynan sizlar uchun bu yerda vzrostli shimlari, qizlarimizga kurtkalari hammasi mana aksiya. Mana bular esa 50% oxir sotiladigan narxlardan kelasizlar, 50% arzonlatu bergan ekan. Bu yerda ham har xil turdagi jenskiy kiyimlarimiz, bu yoqda detskiy bo'lsa, bu yoqda vzrostli, xullas Gulnoz magazinimizni o'zi juda ham ko'pchilik biladi, juda ham ko'p yillardan beri o'zini arzon, yaxshi sifatli kiyimlar bilan tanilib kelayotgan va elni xursand qilib kelayotgan Gulnoz magazinimizdan mana yaxshi narxlarda yangilik tovarlar bilan hammalarni kutib qolamiz. Mana bular narxlarni ko'rsatib qo'yinglar. 990 so'mdan уже aksiya bahoga tushib qo'ygan ekan. Hozir kiyadigan qalin mana sviter deydimi, jimperlarimiz ham 990 so'mdan va xuddi shunga o'xshagan u yerda ko'rsating 990 so'mlik trikolarimiz ham mana bor ekan. Bundan tashqari mana bu tomonda katta assortimentda shimlarimiz, jinslarimiz, hattoki yozgi assortimentlarda ham hali olib qo'yishmagan ekan. Bu yerda mana pidjak, klassika, sportni, pol klassika, ular jenskiy, detskiy, ular hamma kiyimlarimizga shunaqa chiroyli bo'lgan aksiya skidkalarimiz va hammalarni kutib qolamiz. Bo'ldi, bu yerda endi so'zni ko'paytirish kerak yo'q. Sizlarga ko'rsatmay qo'ygan modellarim hali juda ham ko'p do'stlar. Endi adreslarini beraman. Kelib xudo xolasa o'zinglar kelib olsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r. Endi ish rejimlarimiz Bezivxatnoyda har kuni ertamangi 9 dan boshlab kechqurungi 11:30 gacha ham kelaverasizlar ekan. Menga juda ham yoqdi. Ishidan boshlab kechroq kelgan do'stlarimizdan uspet qilib qolasizlar. Bizning adreslarimiz Qirg'iziston O'sh shahri, lokatsiya bo'yicha Aybek Alimjanov 10/1 ga joylashgan. Hammamiz bilgan eski Frunze hozirgi Aziya atindagi gipermarketimizni aynan ichida joylashgan. Glavniy proxoddan kirganimizda kelib turib sraz o'ng qo'lga qarasangizlar, Ramaz atindagi brend ostida ushbu magazinimiz ichiga kirib qolasizlar. Bu yerga endi eski ko'rsating Bashne dom deb qo'yamiz. Bundan nari Globus magaziniga yangi tushgan mosga yetmasdan bu yerda Aziya gipermarketining birinchi etajida sizlarga kutib qolamiz.